Xo'p, hozir birgalikda yaqinda CDILS imtihonida, ya'ni real examda tushgan passage 1 ni ko'rib chiqamiz, tahlil qilib, savollarni hammasini ko'rib chiqamiz va birgalikda yangi lug'atlarni ham ko'rib ketamiz. Xo'p, unda boshladik. Umumiy, ya'ni passage boshlashimizdan oldin maslahat, har qanday passage 1, 2, 3 ishlashdan oldin birinchi sarlavhasini o'qishimiz kerak. Chunki sarlavha bizda, ya'ni tekst nima haqida bo'lishi mumkinligi bo'yicha ozroq bo'lsa ma'lumotga ega bo'lishimizga yordam beradi. Xo'p, keyin qiladigan narsamiz bu savollarni birinchi o'qib chiqish kerak. Ya'ni qancha vaqt ketsa ham to'liq savollarni o'qib chiqish kerak. Mana hozir ekranga qaraydigan bo'lsak, xo'p, mana bu yerda demak yes no not keyin berilyapti. True, multiple choice va so'z qo'yish ekan. Odatda yes no not given savol turlari passage 1 da kelmaydi. Juda ham kamdan-kam holatda keladi, chunki yes no not given ko'pincha passage 3 yoki passage 2 da ko'ramiz. Va true false not given da buning farqi. True false not given da u faktga asoslangan, tekstda fakt sifatida berilgan bo'ladi. O'sha faktga qarab turib, aniq yozilgan narsaga qarab, ha yoki yo'q. Yes no not given esa ko'pincha writerning fikri, ya'ni uni fikridan kelib chiqib yozamiz. Xo'p, endi nima uchun savollarni birinchi o'qib chiqishimiz kerak, to'liq hammasini? Chunki agar hozir biz 1 dan 5 gacha farqli yes no not given o'qib chiqadigan bo'lsak, keyin birda javobi misol uchun birinchi paragrafdan keldi, ikkinchi javobi qayerdandir va oxirgi paragrafdan keldi. Biz belgilab bo'ldik. Endi 6 dan 9 gacha yana ishlayman desak, 6niki birinchi paragrafdan kelib qolgan bo'lsa-chi yoki 7niki ikkinchi paragrafdan kelgan bo'lsa-chi, bu degani biz passageni yana qayta o'qishimiz kerak degani. O'sha passageni qayta o'qishni oldini olish uchun biz savollarni birinchi to'liq o'qib chiqishimiz kerak. Va savolni o'qiyotgan paytda mayli vaqtingiz ko'proq ketsa ham, lekin e'tibor bilan yaxshilab tarjima qiling. Chunki savolni biz qachonki to'g'ri tarjima qilsak agar, ya'ni biz nimani qidirayotganimizni aniq bilsak, demak to'g'ri javob topish olishimiz oshadi foizda. Chunki agar siz savolni noto'g'ri tushungan bo'lsangiz agar, tekstni qayta o'qib chiqsangiz ham, lug'atdan foydalanib chiqsangiz ham baribir xato javob olasiz. Chunki siz nimani qidirayotganingizni o'zingiz bilmaysiz. Unda boshladik. Demak, birinchi savolda The portrait labella principessa was initially believed to be the work of German artist. Keyword bizda initially. Birinchi deyapti o'sha labella principessa deyapti. O'sha portret bu Germaniyalik ijodkorning asari sifatida aytilgan. Ikkinchi keywordimiz. Ikkinchi savolda Martin Kemp was the first person to suggest, first person keyword, to suggest that the portrait might be by Leonardo da Vinci. Martin Kemp degan inson deyapti, o'sha portret ehtimol Leonardo da Vinci tomonidan chizilgan deb aytgan birinchi inson yoki birinchi shaxs. Uchta Leonardo da Vinci frequently used vellum for his paintings during his time in Milan. Demak, tez-tez o'sha vellumdan foydalangan Milandagi vaqtida yoki o'sha yerda yurgan paytlarida keywordi. To'rtinchisi, the fingerprint marks found on the portrait perfectly matched those in Leonardo's notebooks. Demak, o'sha portretda topilgan barmoq izlari Leonardoning daftaridagi bilan perfectly matched keyword, ya'ni juda mukammal tarzda mos kelgan. Keyingi savol, historical records confirm that Bianca Sforza died due to illness. Tarixiy manbalar tasdiqlaydiki, Bianca Sforza o'sha kasallik sababli vafot etgan keywordini belgilab oldik. Keyingi savollar multiple choice. What first made Peter Silverman suspect that the portrait might be Leonardo da Vinci? Ya'ni nima narsa Peter Silvermanni shubhaga soldi yoki o'ylantirdiki, o'sha portret deyapti Leonardo tomonidan chizilgan deb o'ylashiga. According to Martin Kemp, what technique in the portrait is characteristic of Leonardo? Demak, o'sha Martin Kempning fikricha qanaqa texnika yoki uslub bu Leonardo xarakteriga mos yoki o'shaning uslubiga mos keladi, biz texnik topishimiz kerak. Why do some experts doubt? And nima uchun ba'zi o'sha ekspertlar shubha qiladiki, portret nima uchun o'sha portret Leonardo tomonidan chizilgan degan fikrga shubha bilan qaraydi. 9. What does this passage suggest about the portrait's connection to Bianca Sforza? Demak, passageda deyapti, o'sha portretning Biancaga qanaqa aloqasini ko'rsatib bergan. Ya'ni bizga connection kerak. Qanaqa aloqasini ko'rsatib bergan. Xo'p, bu yerda ikkitadan ko'p so'z yozmasligimiz kerak. Keyword bu bizga, ya'ni keyword emas, instruction. The portrait was purchased at an auction. Demak, auctionda sotib olingan in somewhere before being identified as a possible Da Vinci. Demak, o'sha bu ehtimol
Da Vinci surati deb aniqlanishidan oldin o'sha auksionda sotib olingan ekan va auksion qayerda bo'lgan? 11da scientific tests revealed fingerprints marks made in the something before dried. Demak, shu surat qurishidan oldin qayerdadir barmoq izlari qoldirilgan. Ya'ni shu narsani scientific testlar ko'rsatib bergan. 12da critics argued that the portrait could have been painted by one of Leonardo's someone or an imitator. Imitator so'zi lug'at, ya'ni bu taqlidchi degani, ya'ni o'sha odamga o'xshashga harakat qiladigan inson. Yani tanqidchilar aytishadiki, surat ehtimol Leonardoni kimdir tomonidan yoki taqlidchilar tomonidan chizilgan deb aytadi. 13da the debate over the portrait highlights the challenges of something in art history. Demak, o'sha portret bo'yicha muhokamalar san'at tarixidagi qanaqadir qiyinchiliklarni olib keladi, ko'rsatib beradi. Challenges. Mana savollarni o'qib chiqdik. Oldin aytgandek, savolga umuman erinmasdan yaxshilab o'qib chiqish kerak. Endi tekstga o'tamiz. Tekstimiz The Portrait of Bianca Sforza haqida bo'ldi. In 2010, a discovery shook the art world. A portrait of a young woman purchased at a small auction in Switzerland for a modest sum was identified by some experts as a previously unknown work by Leonardo da Vinci. Bittasini javobi chiqdi. Mana shu yerdan. Xo'p, o'sha 2010-yilda Discovery deyapti, san'at dunyosini hayron qoldirdi. Yosh ayolning portreti Switzerlandda o'tkazilgan kichkina auksionda arzimagan pulga sotib olingan va bu ekspertlar tomonidan uni oldin noma'lum bo'lgan Leonardo da Vincining asari deb hisoblashgan. Demak, shu yerdan javob chiqyapti. 10 ning javobi chiqdi. Switzerland. Va mana bu yerda isbotki, nima uchun biz savollarni to'liq o'qib chiqishimiz kerak. Agar hozir biz o'sha yes no notlarni o'qib chiqqanimizda biz o'qishda davom etib ketaverardik, chunki hali birortasining javobi chiqmadi. Lekin birdan 10 ning javobi chiqdi. Shuning uchun savollarni to'liq o'qib olganimiz bizga yordam berdiki, birdaniga qaysi javob chiqsa agar shuni javobini topib ketishingizga. King said the painting known as La Bella Principessa depicts Bianca Sforza, the illegitimate daughter of the Ludovico Sforza, Duke of Milan. Surat deb La Bella Principessa nomi bilan mashhur va u depict degani ko'rsatmoq, show. Odatda buni biz suratlar bilan ishlatamiz. Bianca Sforzani ko'rsatadi. Illegitimate degani nikohsiz tug'ilgan. Demak, bu nikohsiz tug'ilgan o'sha farzand qizi bo'lgan o'sha Ludovico Sforza degan insonni. If authentic, it would not only expand Da Vinci's already extraordinary oeuvre, but also change our understanding of his work during the late 15th century. Agar bu haqiqiy bo'lsa, authentic, haqiqiy degani, agar bu haqiqiy bo'lsa, bu faqatgina o'sha Da Vincining allaqachon g'ayri oddiy bo'lgan oeuvre, ya'ni oeuvre san'at asarlari. San'at asarlarini kengaytirmasdan, balki biz uning 15-asrdagi ishlar bo'yicha tushunchamizni ham o'zgartirishi mumkin. Faqatgina 10 javobini oldik, menimcha boshqa savol chiqmadi. Xo'p, keyingi The portrait journey into the limelight began when Canadian art collector Peter Silverman acquired. Demak, qachonki kanadalik o'sha san'at yig'uvchisi Peter Silverman buni qo'lga kiritgandan keyin portretning sayohati boshlandi. Limelight degani xalq e'tibori, demak, omma e'tiboriga tushdi qachonki bu sotib olgandan keyin. At first glance bir qarashda. At first glance the delicate nozik chiroyli degani. The delicate image seemed like a typical Renaissance portrait. Demak, nozik yoki chiroyli surat o'sha odatiy Renaissance portretiga o'xshaydi. However, certain details, subtle shading of the sitter's face. Sitter suratda aks ettirilgan shaxs. The exquisite treatment of her hair and the ethereal quality of the gaze suggested that a hand far more skilled than the German artist to whom it had previously been attributed. Mana shu yerdan bittasi javob chiqdi. Xo'p, lekin o'sha ma'lum detallari, o'sha shaxsning yuzidagi bilinar-bilinmas ranglar, sochining chiroyli chizilganligi va uning qarashidagi yaxshi sifati deyapti. Biz oldin o'ylab yurgan, ya'ni oldin shu surat nemis
ijodkorga tegishli deb o'ylab yurgan odamga emas, balki undan ham tajribaliroq bo'lgan, skilledroq bo'lgan insonga tegishli degan fikrni beryapti. Birinchi savolga javob chiqdi. Rostdan boshida uni German artistga tegishli deb hisoblashgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa oldin previously German artistga tegishli deb hisoblashgan, lekin uni o'sha ko'rib chiqqandan keyin yuzidagi ranglarning ishlatilishi, sochidan chiroyli chizilganligi va uni qarashini juda ham sifatli bo'lganligi bu o'sha nemis ijodkoridan ham kuchliroq inson chizgan degan fikrni beryapti. Demak, bu rostdan ham boshida German artist deb o'ylashgan va to'g'ri javob yes bo'ladi. Xo'p. Keyingi savolda Suspecting something greater. Suspecting something greater, Silverman enlisted the help of a leading Da Vinci expert, Martin Kemp. Enlist degani yordam so'ramoq yoki o'sha bermoq degani. Demak, nimadir yaxshiroq bu o'sha suratdan u nimadir narsadan kutgan va shu uchun deyapti u ekspert Da Vinci bo'yicha ekspert Martin Kempning yordamini so'radi. Oltin, what first made Peter Silverman suspect that portrait might be a Leonardo? Nima narsa Peter Silverman o'sha surat Leonardo da Vinci tegishli deb hisoblagan? The high price, chiqib ketadi chunki buni Madison arzonga pulga sotib oldi dedi. The exceptional quality of shading in details. Exception shu, mana bu yerda bor edi. The subtle shading of the sitter's face, the exquisite treatment of her hair and ethereal quality of the gaze. Bu to'g'ri B javob bo'ladi. Sida signature haqida o'qimadik, ya'ni imzosi haqida, ya'ni suratning orqasida imzosi bor, nimadir haqida ma'lumot yo'q. Dedi the subject's resemblance to other Da Vinci works. O'sha suratdagi insonni Da Vincining boshqa asardagi insonlarga o'xshash haqida ma'lumot o'qimadik. Demak, aniq javob B bo'lib qoldi. Keyingisi Kemp, emeritus professor. Emeritus degani iste'foga chiqqan, ya'ni pensiyaga chiqqan. Professor of art history at Oxford University had spent decades studying Leonardo's technique. Demak, o'sha mana bu professor Oxford Universitetida o'nlab yillarni Leonardoning texnikalarini o'rganishda ishlatgan. Mana bu yerda texnik degan so'z bor, mana 7 javob chiqishi mumkin. Upon examining the portrait, he was struck by several features. The sitter's hairstyle and costume matched Milanese fashion of the 1490s, and the fine lines of the drawing displayed Leonardo's characteristic sfumato technique. Mana bu yerdan javob chiqyapti. O'sha portretni o'rganayotgan paytda u hayron qoldi bir nechta xususiyatlardan. O'sha shaxsning soch uslubi, kiyimi deyapti, 1490-yildagi Milan modasiga juda ham mos kelgan va o'sha drawingni juda ham ajoyib chiziqlari esa Leonardoni sfumato degan texnikasiga mos kelgan yoki o'sha narsani ko'rsatgan. Bu texnika esa the subtle blend of tones without abrupt edges. Ya'ni o'sha ranglarni bildirmasdan aralashtirib yuborish degani ekan. Xo'p, according to Kemp, what technique in the portrait is characteristic of Leonardo desak, bright, yorqin ranglar yo'q. The heavy application of paint, rangdan juda haddan tashqari ko'p foydalanish yo'q. The precise outlines of facial features, yuzini aniq ko'rsatib berish yo'q. Deydi sfumato blending of tones. Demak, mana shu gap bor edi, o'sha ranglarni sfumato uslubida aralashtirish. Xo'sh, moreover the use of vellum, a material made from vellum. Yana bitta javob chiqyapti demak. Bundan tashqari o'sha xo'p, the calf skin. Moreover the use of vellum, a material made from calf skin, was consistent with Leonardo's known experience during his Milan period. Bundan tashqari deyapti o'sha vellumdan foydalanish, ya'ni vellum bu buzoq terisidan olinadigan material va u deyapti o'sha Milandagi davrida Leonardoni eksperiment suratlari bilan doimiy bo'lgan, consistent bo'lgan. Mana bu yerda 3-chisining javobi chiqyapti. Frequently bu yerda constantga sinonim qiladigan bo'lsa, doim ishlatgan. Demak, yes. Ikkinchi. Xo'p, bu yerda birinchi shaxs. Bu yerda Silverman shubha qilgan va shu uchun deyapti o'sha Da Vinci bo'yicha ekspertga bergan. Lekin qarang, bu yerda o'sha aytayapti, Da Vinci ekspertiga yordamni so'ragan, lekin aniq u mana bu o'sha Da Vinci'niki, shu uchun sendan yordam so'rayman demayapti. Shunchaki bu shubha bilan qaragan. Ehtimol undan oldin ham kimdir shunaqa degan bo'lishi mumkin. Biz buni bila olmaymiz. Yoki
bu yoqda Kemp ham shunchaki uni ko'rib chiqib o'sha Leonardo sfumato uslubiga mos tushadi deyapti, lekin aynan u birinchi bo'lganmi yoki undan oldin biror kishi aytganmi yo'qmi, u haqida ma'lumot yo'q. Shuning uchun biz buni not given deb olamiz. Xo'p, keyin davom etsak, to bolster degani kuchaytirmoq yoki tasdiqlamoq degani. The claim of authenticity, the scientific tests were conducted. Demak, o'sha buni haqiqiyligini isbotlash uchun yoki kuchaytirish uchun ilmiy tadqiqotlar o'tkazildi. Multispectral imaging revealed a series of faint fingerprint marks on the surface of the portrait. Fingerprint degan savollar ham 4 ta bor edi va 11 da ham bor edi. Faqatgina bu yerda before qurishdan oldin deyilgan. Bu yerda esa surface, bu yerda in turibdi, bu yerda on. Demak, bu to'g'ri kelmaydi, surface to'g'ri kelmaydi. These prints made in the paint layer before drying. Mana o'sha gapni o'zi kelyaptiki, bu qurishdan oldin o'sha paint layer qismida qilingan ekan. Demak, 11 ga javob paint layer. On ikki chiqmadi. Xo'p. Were compared with known fingerprints from the Leonardo's notebooks. Qarang, demak o'sha bu qurishdan oldin o'sha paint layerda qolgan bu izlar va bu barmoq izlarini deyapti, o'sha Leonardoning kitobidagi fingerprintlarga taqqoslashgan. Astonishingly, there appeared to be partial match. Mana bu yerda yana bittasini javobi chiqdiki, suggesting that Leonardo himself might have handled the work. Ya'ni qisman match mos keldi va bu narsa ehtimol Leonardo buni o'zi qilgan bo'lsa kerak degan fikrga olib keldi. Bu yerda partial match deyapti. Mana bu yerda esa perfectly edi. Mana to'rtta perfectly, ya'ni ikkovi bir-biriga teskari, shuning uchun no to'g'ri javob bo'ladi. Furthermore, analysis of pigments confirmed that they were consistent with the materials available in the late 15th century. Undan tashqari pigmentlarni o'rganish uchun tasdiqladiki, ular deyapti o'sha 15-asrda bor bo'lgan materiallar edi. Mazkur cho'stirma qaysilar chiqdimi? Xo'p, yo'q, hali shubhalangan haqida yo'q. Keyingi o'tamiz unda. Nevertheless, the attribution remains controversial. Critics, attribution degani, ya'ni kimga tegishli ekanligi noma'lum bo'lib qoldi. Critics argue that, critics tanqidchilar keldi. Yana keyword argue that the portrait lacks the dynamism and innovation typical of Leonardo's artworks. Demak, tanqidchilar odatda argue qilishadiki, o'sha portretda Leonardoga tegishli bo'lgan yoki odatiy bo'lgan innovation va dynamism yo'q. Why do some experts doubt that portrait is by Leonardo degan savol. Demak, it was painted on paper instead of wood. Yog'och yoki qog'ozda chizilgan haqida ma'lumot o'qimadik. B-da, the subject was not a member of Sforza family. U o'sha suratdagi inson Sforza a'zosimi yo'qmi, Sforza oilasining a'zosimi yo'qmi, uni ham o'qimadik. A bilan B bo'lmaydi. C-da, the pigments used were not available. Bu yerda not available. Bu yerda esa mana bu yerda o'qidik pigmentlar degan gapni, bu yerda were consistent with materials available deyapti. Bu yerda is not available. D-da, it lacks the innovation seen in his artworks. Mana bu yerda gap. Critics argued that portrait lacks the dynamism and innovation. Ya'ni Leonardoning boshqa ishlarda bor bo'lgan innovation va dynamism yo'q. Bu yerda xuddi shunaqa it lacks the innovation seen in his artworks ga sinonim bo'ldi va to'g'ri javob D bo'ladi. Carmen Bambach crater degani muzeyda yoki san'at galereyalaridagi qaraydigan inson. At the Metropolitan Museum of Art is among those who remain unconvinced. Demak, mana shu inson ishonmasdan qoldi. She suggested that while the portrait is of high quality, it could have been created by one of Leonardo's pupils or a talented contemporary imitator. Biz imitator degan so'zni o'qigandik. Xo'p, shu yo'lni belgilab olsak, demak u aytdiki, portrait garchi juda ham sifatli bo'lsa-da, buni deyapti Leonardoning boshqa bir o'quvchisi yoki uni o'sha zamondosh taqlidchilar chizgan deb hisoblaydi. Xo'p, bizda shunaqa javob bor edi. Mana demak 12 ga pupils to'g'ri javob. Pupils to'g'ri bo'ldi. Such doubts are not uncommon in the world of old master attribution, where canonship and yangi so'z ekan, shuning uchun talaffuzini bilmadim va ilmiy so'z men uchun. Lekin tarjimasi adashmasam bu o'sha san'atni yaxshi ko'rish bo'lishi kerak.
Hop, and scientific evidence often clash degani mos kelmaslik yoki to'qnashmoq. Bu connoisseurshipni biz san'at asarlariga yoqtirish yoki love deb hisoblaymiz. Hop, yana bir javob chiqdimi? Yo'q, hali buni o'qimadik. Yo'q, hali kelmadik. Keyingi paragrafga qaraymiz. Adding to the intrigue is the identity of the sister. Demak, o'sha yana qiziqishni kuchaytiradigan narsa bu o'sha sister portretda surat chizilgan insonning kim ekanligi. Historical records indicate that Bianca Sforza was married at a young age to Galeazzo Sanseverino, a prominent Milan sculptor. Demak, tarixiy manbalar ko'rsatadiki, Bianca Sforza deyapti, o'sha yoshligida Galeazzo Sanseverino degan insonga turmushga chiqqan. U inson mashhur Milan o'sha courtier degani qirollik oilasidagi insonlardan biri, ya'ni o'sha nima deymiz, yig'ilishda yoki o'sha vazirlar ichida yuradigan inson shunaqa courtier. Shunaqalardan edi deyapti. Tragically, she died short thereafter at the age of 14, possibly from childbirth complications. Bundan javob chiqdi. Demak, afsuski deyapti, u o'sha 14 yoshda vafot etgan, ehtimol childbirth complication, ya'ni farzandni dunyoga keltirayotgan paytda ehtimol deyapti. Bizda esa tarixiy rekord tasdiqlaydiki, Bianca deb kasallik sababli vafot etgan. Bu yerda ehtimol 14 yoshda vafot etgan, ehtimol o'sha bola dunyoga keltirayotgan paytda. Demak, bu aniq emas, ya'ni biz bilmaymiz kasallik tufaylimi yoki rostdan ham childbirth complication sababli, ya'ni aniq bo'lmaganligi uchun not given olamiz. The portrait's subtle melancholy combined with the useful features of the sitter supports the theory that it may have been commissioned to commemorate her short life. Hop. Suratni o'sha bilinar bilinmas melankoli tarzda chizilganligi va o'sha sitterni yosh ko'rinishi deyapti. Bu ehtimol uni qisqa hayotini commemorate, ya'ni xotirlash uchun qilingan degan nazariyani tasdiqlab beradi. Xo'p, bir javob chiqqan bo'lsam. Mana bu yerda what does the passage suggest about the portrait's connection to Bianca Sforza? It was definitely painted after her death. O'lgandan keyin. Yo'q. Chunki u o'lgandan keyinmi, o'lgan oldinmi haqida ma'lumot bermadi. It may have been be bo'lishi mumkin. Chunki qaranglar, it may have been a memorial piece deyapti. Demak, bu memorial piece bo'lishi mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa demak o'sha bilinar bilinmas melankoli tarzda chizilganligi va boshqa rang olaylik-da, ajab turish uchun. Va uni o'sha yosh ko'rinishi deyapti, nazariyani tasdiqlaydi. Qanaqa nazariyani? Bu ehtimol uni qisqa hayotini xotirlash uchun chizilgan. Mana bu yerda it may have been memorial piece. Memorial degani o'sha xotirlash degani. Sida it was commissioned by her husband. Buni kim buyurgani haqida ma'lumot yo'q, shuning uchun sini olmaymiz. Dida it was hidden for centuries before being discovered. Kashf qilinishdan oldin bu asr davomida yashiringan. Bu haqida ham ma'lumot o'qimadik. Bizda qaysi qolyapti? Faqatgina 13 qoldi. Faqat 13 qoldi. The debate surrounding La Bella Principessa reflects broader challenge in art authentication. Mana javob chiqdi buni ham 13 ta ham. 13 ta o'sha La Bella atrofidagi debatlar deyapti. San'atning o'sha haqiqiyligini isbotlashda qiyinchiliklar tug'diradi. Reflect'da highlights aniq qilamiz. Challenges o'zi qoladi. Xo'p, demak to'g'ri javob art history bo'lsa agar authentication olamiz. Art authentication emas, chunki art authentication in art history degandan ko'ra authentication in art history desak to'g'ri bo'ladi. Xo'p. To'g'ri javob bo'ldi. As technology advances, tools such as carbon dating, digital microscopy and chemical analysis provide new insights. Texnika rivojlangan sari carbon dating, digital microscopy va chemical analyzlar deyapti, yana ham yangi ma'lumotlar berib boryapti. Yet they rarely offer conclusive answer. Lekin ular hali
aniq xulosa qiladigan javob bergani yo'q. In the case of this portrait, scientific findings, historical context and stylistic analysis each tell part of the story, but none can definitely declare Leonard's authorship. Authorship degani o'sha egalik. Xo'p, menimcha hammasini belgilab chiqdik. Tekshirsak agar, demak 13 dan 13 ta hammasi to'g'ri bo'ldi. Menimcha hammasi tushunarli. Xo'p,